Mana o'zimizning mahalla to'piviy lokatsiya deyman. Qarang, Nazarbiy postdan 1,5 kilometr. Hamma biladi, Grant ro'parasidan ham kirasiz, Notarius ko'cha deb aytiladi. Mana bu yoqdagi 8-maktab ro'parasidan ham kirsangiz bo'ladi. Endi bu juda ham zo'r lokatsiya hisoblanadi. Qarang, mahallaning kengligi 12 metr. Ko'chani boshdan 100 metr, 50 metr oraliq masofa. Hamma ko'chib kelgan. Suv, svet, gazdan bo'ta umuman muammo yo'q. Siz bu yerni olasiz. Ko'rarsiz, ko'chani 12 metr oraliq masofa bu tupik bo'ladi. Zo'r lokatsiya hisoblanadi. Fasad 20 ga, ichkariga 30 bo'ladi. Kaftdek yerda qarang, bemalol bu yerga 3 ta kottej qurish imkoniyatingiz bor. Qarang. Uzunligi 30 bo'lyapti, bunaqasiga 20 bo'lyapti. Xohlaganingizcha planirovka qilasiz. Dokument, xat hujjatlardan muammo yo'q. Nazarbiy o'zimizning mahalla. Sotig'ini 19 ming dollardan qo'ydik. Ursangiz 6 sotuv 114 ming dollar bo'lyapti. Kelishadigan joylari bor. Endi qarang, lokatsiyani Grant oldidan kirsangiz ham bo'ladi, 8-maktab oldidan kirsangiz bo'ladi. Maktab bor, masjid oldidan ham tushsangiz bo'ladi. Lokatsiya zo'r. Raqam qoldiramiz. Tezkor sotuv. Quruvchilarga optimal variant. Endi kelishtiradigan joyi bo'ladi baribir, o'zingiz bilasiz. Raqam qoldirib qo'yaman. Qo'ng'iroq qilib barakasini qilsangiz bo'ladi. Sog' bo'lasiz.